Barcha postlar diqqatiga, barcha postlar diqqatiga. Men 24-man. 30R073 OB. Oq rangli Nexia 2 rusumli avtomashina bilan to'xtatildi. Xo'p bo'ladi. Yigirma to'rtinchi quruchga oq rangli Nexia avtomashinasi Benzina ko'chasida to'xtatildi. Yelkada haydovchi bo'ysunmayaptimi? Xuddi shunday. Nima qilganingizni bilasizmi? Nima qildim? Qanaqa mashina haydash bu? Qanaqa haydadim? Kimga xalaqit berdim? Mashina o'zimdagi, hech kimga xalaqit bermagan bo'lsam. Orqangizdan kuzatib kelyapmiz. Bu sizning harakatlaringizda yo'l bezorligi mavjud. Siz kabi haydovchilar dastidan nechta oilalar otasiz qolyapti, onasiz qolyapti, farzandlari vafot etyapti. Meni bu xatti-harakatim shuncha fojiaga olib keladi deb o'ylamagan ekanman. Boshqa qaytarilmaydi. Qonun doirasida qanaqa chora ko'rish kerak bo'lsa, men roziman. Shuning singlim. Shu qizga to'xtab yordam beraylik. Bo'ldi, to'xtaymiz. Nimaga to'xtamadingiz? Qayerda ko'rgansan hozirgi zamonda jentra ko'chaga buzilib yotgan? Bu tuzoq edi axir.